elektronika o'rnatamiz. Buni komplektiga nima bo'ladi? Ekran bo'ladi. Ekranni o'rnatib bo'ldi. Instruksiya, sverlo, bitta sensor, blok управления. Mana ABC yozilgan. Mana bu yerga ham ABCga qaysi qo'yish yozilgan. Endi plus minus plusi zadni xod. Zadniga urganga yonganga lampochka ulanadi, minusi kuzovga. Ekranni mana shu yerga shuni qotiramiz. Mana shu yerga dobni. Mana bularni yechib, simini olib bagaj tarafga olib kelamiz. Bagaj mana sal bardak. Endi mana shunaqa simi. Endi mana bu yerdagi plastikni olib, mana bu rezinani olamiz. Mana bu 3 ta samarani yechamiz. Buferni yechmaslikka harakat qilamiz. Mashinadan kir, endi uzr. Razmetka olib teshamiz. Skoch yopishtirdim, razmer olaman. Razmer qanaqa qilib olaman? Metrda qo'yib, mana bu yerga 3 cm, bu yerga shuni tortib kelib, mana 34 cm. Bunisi ham xuddi shundoq. Mana 3i bor. Shu 3ini plyusga qo'yib, teshsak, ravna teshadi. Endi teshamiz. Mana buferni yechganim yo'q, teshdi. Mas teshildi mana. Mana qurganim yo'q, endi ishlasa, shuni itarib qo'yamiz. Mana tagdan o'tqarib kelib, mana bu yerdan sabr qilib olmoqchi bo'laman. Mana yaxshilab qarasak ko'rinadi ham mana. Tagidan ko'rsatsam, hey ana qarang. Mana shuni ichkarigacha olib ketdik. Endi mana shu teshikka yashiramiz. Mana bu blok управления bu yerga A, B, C, D yozilgan. Shopir taraf A bo'ladi, B, C, D xuddi shunaqa. Endi ulaymiz, tekshirib ko'ramiz. Hammasini o'rnatib bo'libdi. Ekranni shu yerga qotirish qoldi, mana shu yerga yoqadi. Biz qotirmaymiz, proverka qilamiz. Orqaga haydaymiz.